O'rtoqlar, yoshingizga nisbatan 10 yoshga, 5 yoshga yosharmoqchimisiz? Unda bugun siz bilan kollagen xondroksin haqida gaplashamiz. Kollagenimizda ichida 20 ta stik bo'lib, kuniga bir mahaldan iste'mol qilinadi. Tarkibida gialuronik kislota, C vitamini, kremnisi va juda ham qimmatbaho noyob giyohlardan foydalanilgan holatda ishlab chiqarilgan. Bu kollagenimizda sizga nimalarga foyda beradi? Chuqurlashgan ajinlaringizni yoyib beradi. Peshona atrofidagi, lab atrofidagi ajinlaringizni yo'qotadi, osilib qolgan terilaringizni tarang qilib tortib, botoks effektini beradi. Undan tashqari, sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, tirnoqlaringiz mo'rtlashgan bo'lsa, suyak, bo'g'im og'riqlari, bel og'riqlari bo'layotgan bo'lsa, ana shunaqangi holatlarga juda ham kuchli foyda yordam beradi. Eng asosiysi ayollarimizni gormonal narusheniyasiga ham juda katta foyda beradi. Agar sizda выделение kelish holatlari, hidlik kelish holatlari, suvlik kelish holatlari, tvoroglik